Ikkinchi jahon urushi haqida gap ketganda ko'pchilik shunday argument keltiradi-da. Ya'ni Ikkinchi jahon urushida Amerika Qo'shma Shtatlari bergan Lend-Liz, Buyuk Britaniyaning yordami, umuman Britaniyaning dominion yordami, hatto Hindiston, Avstraliya, Kanada va xullas o'sha paytda dunyoda 74 ta davlat bo'ladigan bo'lsa, 62 tasi Ikkinchi jahon urushida qatnashgan va bu g'alabada o'sha 62 ta davlatdan har birining ulushi bor albatta. Hatto umuman janglarda qatnashmagan davlatlarning ham qisman yordami bor. Lekin ba'zi o'sha vatandoshlarimiz, ayniqsa yoshi kattalar nima deydi? Nima deyapsan? Meni otam qatnashgan, meni bobom qatnashgan. Shuning uchun bu urush bizning asosan bizni g'alabamiz degan bir ma'noda ko'p gapirishadi-da. Men shularga aytmoqchiman, bu urushda bobangiz qatnashadimi, momongiz qatnashadimi, tog'angiz qatnashadimi, bu urush uni o'zgartira olmaymiz. Bu g'alabada hammaning o'rni bor. Ya'ni sizni bobangiz bu urushda qatnashgan bo'lsa, bu degani g'alaba faqat Sovet ittifoqiniki degani emas, balki bu urushda butun dunyoni anti-Gitlerchilar koalitsiyasining roli bor. Sizlar bu yerda kimning tegirmoniga suv quyapsizlar? Sizlar bu yerda hozirgi Rossiya Federatsiyasining bosqinchilik urushi olib borayotgan hukumatiga mana shunday qilib sizlar ularni o'zlaring bilmagan holda qo'llab-quvvatlayapsizlar. Ya'ni hozirgi Rossiya hukumati umuman oldingisi ham mana shu g'alabani doimo o'ziga mafkuraviy qurol qilib kelyapti va menimcha bundan ham keyin shu qurol qilib keladi. O'zi ularning 9-maydan boshqa bir katta bir nimasi qolmadi, tayanchi. Faqat mana shunga yopishib olgan bejizga emas. Bu ularni jipslashtirib turadigan bitta mafkuraviy ko'rinish. Sizlar esa o'shalarga doimo shu ko'mak berayotganga o'xshab ko'rinyapsizlar. Bu degani men endi urushda qatnashgan bobolarimiz, ajdodlarimizni hech qanaqa tanqid qilmoqchi emasmiz. Biz ularni bu urushda qurbon sifatida ko'rishimiz kerak va xotira va qadrlash sifatida eslashimiz kerak. Va mana shunaqangi fikrlarni albatta to'xtatish kerak. Meni otam qatnashgan, meni bobom qatnashgan uchun bu g'alaba faqat bizniki, Sovet ittifoqiniki degan gap mutlaqo noto'g'ri. Ya'ni bu urush butun dunyoniki edi. Anti-Gitlerchilar va anti-Yaponiya va anti-Italiya koalitsiyasining g'alabasi edi bu.